erkak xotinini ishlatmasa, bu yaxshi. Bu yaxshi. Lekin agar u buni butunlay ta'minlasa-da, ta'minlash deganda nafaqat pul bilan, vaqt bilan, e'tibor bilan, g'amxo'rlik bilan, to'g'rimi? Lekin ishlatmasa-yu, oddiy ehtiyojlardan qissa, bu sevgi emas. Bu nazorat, bu slaba erkaklar, xuddiki ayolim ko'chaga chiqib ketsa aynib ketadi degan qo'rquv bo'ladi-da, yoki ko'proq pul topsa uni oldida kuchsiz bo'lib qolishdan qo'rqadi. Qo'rqqan erkaklar ham bosim o'tkazib, uyda o'tkazadi, ham ta'minlamaydi. Agar men erkak bo'lsam, yetarlicha pul topsam, men ayolim qiynalishini, pul topishini xohlamasam, buni avaylaganim. Lekin unga yetarlicha pul ham beraman, erkalataman, aylantiraman, chet ellarga olib chiqaman. Bor-ku shunaqa yashaydiganlar. Ularni ayollari hech qachon ehtiyoj his qilmaydi, qiynalmaydi, maza qilib yashaydi. Lekin o'zi qilmay turib, ayolni qiynalib yashashga majburlaganlar, qo'rqoqlar, kuchsizlar. Bu ayolni bosish orqali o'zini kuchliligini ko'rsatmoqchi bo'lganlar.